Ko'pchilikni qiziqishiga sababchi bo'layotgan bo'yin va dekolte kremi lineykasi haqida bugun gaplashamiz. New Age. Bu lineykada qanday mahsulotlar mavjud? Yengil eksfoliant, skrab, kunduzgi krem 20 faktor SPF bilan kichkina va katta ob'yomda. Tungi krem kichkina va katta ob'yomda. Ko'pchilikning sevimli kremiga aylangan bo'yin va dekolte uchun krem. Highlighter effektini beradigan serumlarimiz katta va kichkina ob'yomda. Quruq yuz tipi uchun mo'ljallangan highlighter effektini beruvchi, chuqur namlantirib qo'zg'atuvchi serum va albatta ko'z atrofi uchun krem, momentalniy lifting beruvchi maska. Bu lineykamiz 40-45 yoshdagi patsientlar uchun mo'ljallangan bo'lib, sezuvchan, quruq, doimiy stressdan charchagan, anti-age, ya'ni yoshartiruvchi effekt qo'llayotgan patsientlar uchun ayni muddao hisoblanadi. Lineykamiz tarkibidagi asosiy komponentlar bular: peptid kompleksi kollagen stimulyatsiyasini yo'lga qo'yadi, seramidlar va probiotiklar teri baryerini tiklab beradi, DMAE lifting effektini beradi va undan tashqari gialuron kislotasi orqali chuqur namlanishni olamiz.